Assalomu alaykum hammaga. Bugun 20-iyul. Mana shu yerda bitta obyektimiz bor edi, qildik. Xonadonga kirish mashet. Mana bitta двойной включатель qo'yganmiz. Bu yerda bira bo'ladi. Mana bu yerda bitta bira. Svetimiz mana bu shapkali tepasida. Kirishimizda bu yerda shitimiz bor. Shit qo'yganmiz. Mana bu yerda vodной avtomat, dif avtomat, keyin bitta kontaktor bor. Master включатель qilganmiz. Mana shu eng tepasidagi master включатель. Bitta xolodilnikdan boshqa hammasini o'chiradi. Hop. Ikkinchisi mana bu двойной включатель, lustra, галоген deb проходной qilganmiz buni. Bitta resetkasi bor. Mana bu bilan bu проходной. Bu yerga hamma ma'lumotni voltage deganda ishlatganmiz. Voltage degan rozetka zo'r chiqqaniga tavsiya qilamiz, zo'r. Ko'rishlar mumkin, ishlashlari nihoyatda kuchli. Kuxonniy zona mana. Bu yerda TV bor. Televizor, antennalari ham zo'r chiqqan. Voltajlik. Bu yerda mana xolodilnik, duxovka, pechka degandek. Bu yerda vichkasi bor. Mana bu yerda bu рабочий stol. Рабочий stol, bu yerda mana konditsioner. Keyingi xonamiz bu. Keyingi xonamiz. Bu yerga ham shu hammasi voltaj qorasidan qo'yganmiz. Bu yerda ham rozetkamiz bor. Patologlarimiz mana shu holatda. Lustraga, bu lustraga, bunisi galogenga. Patologlarga qo'yiladi, xudo xolasa. Bu qo'yilgan rozetkalarimiz ham yechiladi, отделка bo'ladi, malyamchi keyin qo'yamiz qayta. Mana bu yerda hamma galogen. Yana shu voltaj. Bu yoqqa golddan qo'yganmiz. Voltajda gold degani. Ham chiroyli ekan, juda. Bu yerda mana televizor uchun. Bu yerda mana konditsionerga qo'yib berganmiz. Konditsionerga. Bu yer sanuzel. Sanuzel bu yer koridor uchun. Keyin bu xonamiz mana kirganimizda bu yotoqxona bo'ladi. Mana shu qismni men biraga chiqardik. Biralarni qo'ysak, xudo xolasa yana bitta video qilib beramiz. Bu включатель bilan rozetka. Spanner bosh tomonida bu. Bunisi ham shunaqa. Mana spanner ikkinchi tomoni. Telefonga zaryadka nima kerak bo'lsa ishlatiladi bosh tomonda. Bu yerda ham bira bor, bu yerda ham rozetka bor. Bu yerda televizorlari bor. Bu yerda shu odatdagidek rozetkasi bilan включатель. Rangi zo'r, ranglari juda chiroyli chiqqan. Ularni ham qarang. Hali bu aboydan keyin juda ochiladi. Bu yerda ham mana galogen bo'ladi. Xonada aylanasiga. Keyin mana bitta lustra bo'ladi. Mana shunaqa qilib shu 5 xona, 4 xonalik uyda bitkizib birinchi etapini. Ya voltaj hammasi.